Agar siz hovlini yoritish ehtiyojlaringiz uchun quyosh energiyasi orqali quvvatlanuvchi devor chiroqlarini izlayotgan bo'lsangiz, ushbu mahsulotga e'tibor qarating. Hech qanday elektr to'lovi talab qilmaydi. Uni faqat eshik yoki hovlingizga o'rnatsangiz kifoya. Quyosh nuri orqali quvvatlanadi. O'rnatish oson va qulay. Ilg'or texnologiyali sensordan foydalanilgan bo'lib, ishlatilmagan vaqtda avtomatik o'chadi. Uzoq vaqt foydalanish mumkin. Atigi 299 ming so'm evaziga 2 dona import qilingan quyosh energiyasi orqali quvvatlanuvchi chiroqlarni xarid qilishingiz mumkin. Shoshmang. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 nafar omadli xaridor yana qo'shimcha 2 ta chiroqlarga ega bo'lishlari mumkin. Umumiy 4 ta mahsulot atigi 299 ming so'm. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. 108 dona ilg'or texnologiyali COD yoritgichlardan foydalanilgan. Odatdagi LED yoritgichlari bilan solishtirganda 20-30% gacha kuchli yorug'lik bera oladi. 1200 mAh katta sig'imli batareya. Yorug'likni aylantirish tezligi oddiy quyosh panellariga qaraganda 5 baravar kuchli. O'zida ko'p quvvatni saqlashi mumkin va tunda yorug'lik vaqti 10 soatdan 12 soatgacha bo'lishi mumkin. Qisqa vaqt ichida quvvatlanib, uzoq vaqt bemalol xizmat ko'rsata oladi. Maxsus sensor bilan jihozlangan chiroqlar inson harakatini sezish orqali avtomatik ravishda yonadi. Masofadan boshqarish funksiyasi yanada qulay foydalanish imkonini beradi. Turli xil yoritish ehtiyojlari uchun yuqoriga va pastga qarata 120 darajagacha sozlanishi mumkin. Hovlida, ochiq joylarda, qo'lda ko'tarib yoki devorga o'rnatish bilan foydalanish mumkin. Barcha holatlarda ishlatilishi mumkin. Elektr to'lovini to'lashning hojati bo'lmaydi. Xavfsiz va qulay. Atigi 299 ming so'm evaziga 2 dona import qilingan quyosh energiyasi orqali quvvatlanuvchi chiroqlarni xarid qilishingiz mumkin. Shoshmang, birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 nafar omadli xaridor yana qo'shimcha 2 ta chiroqlarga ega bo'lishlari mumkin. Umumiy 4 ta mahsulot atigi 299 ming so'm. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.